asosiysiga keldik. Mana bu tiyagamizni endi chiqarib ko'rsatib berish sharti bor edi. Chiqarganda ham yoki tepaga ko'tariladi, bilasiz, shartda. Davay, boshlaylik. Qani bismillahirrohmanirrohim. Shoshmasdan ehtiyot bo'lib. Ya Alloh. Mana, maşallah. Bitta yurib beringlar endi. Bitta. Yuringlar. Ya. O, İgiladi bikladi sinmaydi shetdayu. Mana, to'xtanglar. Mana. Uzilgani yo'q, hech qayerda mana, uzilgani yo'q. Uzilgani yo'q. Bir kishi o'yindan chiqarib o'raylikmi? To'xtang, siz ko'tarmayapsiz ana shu qo'lingizni, ehtiyot bo'lamiz. Mana shundan ushlab turib, siz sekin qo'lingizni cho'zing. Men cho'zyapman. Qo'lingizni cho'zing. Ozodbek chiqaringlar. Chiqaring hozir. Muhammad Ali. Bo'ldi. Qani qo'y, chiqing o'yindan, qoching. O'rtaga turing. Mana, 3 kishi bemalol 660 mana shivirlarimizdan chiqqan narsa. Muhammad Ali. Qo'lingni cho'z, uzun qilib, Mirzalixonni qo'taman. Qani 2 kishi ko'tarsin-chi? Agar 2 kishi ko'tarsa maladi, sinsa ham bunaqasi yo'q. Qo'rqma. Tagiga ol qo'lingni, tagiga ol. Tagiga ol. Bunisini ham tagiga ol. To'xta, shoshma. Tagiga ol. Cho'z, sekin qo'yib yormay cho'z, ha? Mirzalixon sekin o'yindan chiqib keting. Qani? Yana. Endi o'zing ko'taryapsizmi? Deya, endi hozir bu juda nerealniy bir kishiga mana shogird haqiqatan sifatiga, qattiqligiga, mana liniyalari, holat, mana shablon, mana spichkalar yoqib ko'rsatyapman. Vobshe tortib qo'ygan bular uddalab. Xudo xolasa, zo'r shartni bajardingiz. Endi Mirzalixon baqa keling. Shartni bajardingiz. Endi buni ko'rganlar ham buni mana Telegram kanalimizga tashlaganman. Erta ham ko'pchilik hali klientlarimiz videoni oxirigacha qo'ying, hammaga qiziq deb rosa kutishyapti. Xudo xolasa ular ham baholarni berib qo'yishadi. Bugungi shartdan siz 30-100% sifat tomonlama, qattiqlik tomonlama, uzun chiqarish bo'yicha aytilgan bajardingiz. Eng muhimi, men o'ylagandim, kattaroq narsa tortsangiz kerak, mana unaqa tiyagaga o'xshagan narsa tortsangiz kerak degandim. Kichkina narsa tortib, 5 santimetrlik tiyaga tortib mana. Yolg'on bo'lmasin, o'lchab beramiz. 5 santimetrlik tiyagani tortib, chiqarib bergan. Malades, endi bitta qarsak chopib qo'yaylik mana shu Mirzalixonga hamma. Qani? Bravo. Keyingi videoda xudo xolasa keyingi shogirdlarimni o'zini ish prinsipidan kelib chiqib shart beraman. Xudo xolasa ularni ham sekin qo'yib boramiz. Etap kuzatib boringlar. Xudo xolasa bundan keyingi videolar, hali oldinda qiziq videolar. Nomer